Er bo'lish faqat uylanish emas. Ayolini yaqinlari oldida obro'sini to'kmay himoya qilishdir. Er bo'lish faqatgina nikohiga olishmas, nikoh vaqtidagi qabul qildim degan va'dasiga sodiq qolishdir. Er bo'lish bola paydo qilishmas, o'sha bolaning onasini ham hurmatini joyiga qo'yish va e'zozlashdir. Er bo'lish faqat baqirib, ayblash emas, hech bo'lmasa boringga shukr onasi degan so'zlarni ayoliga sovg'a qilishdir. Er bo'lish ayolni har qadamiga cheklov qo'yishmas, uning sog'inchini eshitish, dardini tinglash va charchog'iga quloq tutishdir. Er bo'lish ayolga doim bu sening vazifang degan ta'na qilishmas, charchadingmi dam ol deya olishdir. Er bo'lish bu ojizani haqorat qilish, so'kish, urishmas, Allohning omonati deb qarash, asrab avaylashdir. Allohning omonatini asrayotgan, ayolining ko'z yoshiga emas, kulgusiga sabab